Men o'g'limni 1-sinfga olib bordim-da. 7 yoshda o'tib qoldi o'g'lim, 1-sinfga olib bordim. Xususiy maktabga. Mani o'g'lim mana 7 yoshdan o'tdi. Maktabga olasizlarmi 1-sinfga desam, ha olamiz, imtihon qilib olamiz deydi. O'qimagan bolani qayerda imtihon qilasizlar dedi. Hali o'qimagan-ku bu dedim. So'ng yo'q, bizda suhbatdan o'tish kerak deydi. Bolani olib kirib ketib, yarim soatdan keyin chiqib turib, yozishga qiynalyapti. Qo'shib o'qiy olmayapti. Ingliz tilidan so'z boyligi kamroq deydi. Men aytdim, men buni o'qituvchilikka olib kelganim yo'q dedim. Men buni o'qitgan olib keldim dedim. Sen yo'q deydi, biz yozishni, o'qishni biladigan bolalarni olamiz deydi. Shunaqa? Men aytdim, unga nima o'rgatasizlar keyin dedim. Nima ishingiz bor deydi, o'zimiz bilamiz deydi. Ha, biz yozishni, o'qishni maktabda o'rganganmizmi, esinglardami? Bunday tayoqcha chizganmiz, unga shapkacha chizganmiz. O'sha birida ona, ana, non esinglardami? Alfabetni maktabda o'rganganmizmi? Alfabetni yodlagandan keyin hammamiz peshanamizga qog'oz yopishtirib, harf bo'lganmiz.